5 milliard 700 million so'mlik NDS summasini zachotdan bekor qilib, shu summani to'lashga majbur qilishgan. Agar soliq to'lovchi norozi bo'ladigan bo'lsa, demak bu masala sud orqali amalga oshirilishi kerak. Ko'pchilik tadbirkorlar endi o'zimiz xato qilganmiz degan ma'noda tushunmasdan ba'zi birlari to'layapti, ba'zi birlari to'la olmasdan bankrot bo'layapti. 2020-yil 1-yanvarda yangi tahrirdagi soliq kodeksi amaliyotga joriy etildi va Vazirlar Mahkamasining 489-sonli qarori qabul qilindi. Buning natijasida oxirgi paytda, oxirgi yillarda soliq organi tomonidan o'sha tadbirkorlarni NDS zachot summasini bir tomonlama bekor qilish amaliyoti yuzaga keldi. Soliq organi bir tomonlama tadbirkorlarni o'sha NDS zachot summasini bekor qilishyapti. Endi bunga vakolati bor, lekin nima deydi, hali ular o'zini bu ishiga soliq kodeksining 14, 15 va 266 moddalarini asos qilib keltirishadi. Bunga vakolati bor, lekin soliq organi buni hujjat bilan isbotlab berishi lozim. Lekin bunaqa bo'lmayapti, birinchidan. Ikkinchidan, agar soliq to'lovchi norozi bo'ladigan bo'lsa, demak bu masala sud orqali amalga oshirilishi kerak. Aynan o'sha 14-moddani 8-bandda bu yoritilgan. Demak, soliq to'lovchi norozi bo'ladigan bo'lsa, zachotni bekor qilish faqat sud orqali amalga oshirilishi belgilangan. Lekin shunga qaramasdan amaliyotda bugun kecha kunduz juda ham ko'p holatlar mavjud. Keyslar juda ham tiqilib yotibdi. Demak, soliq organi bir tomonlama zachotni bekor qilib, demak, 3-shaxsni soliq majburiyatini soliq to'lovchiga, tadbirkorga yuklab qo'yapti. Endi bu qo'shilgan qiymat soliq bo'lgandan keyin summa juda ham katta summalar, milliardlar haqida gap ketyapti. Ko'pchilik tadbirkorlar endi o'zimiz xato qilganmiz degan ma'noda tushunmasdan ba'zi birlari to'layapti, ba'zi birlari to'la olmasdan bankrot bo'layapti. Ba'zi birlari o'sha bilib bilmasdan sudlashib, e'tiroz qilib, mana qilib yurishibdi. Bu joyda o'sha ahamiyat beriladigan nozik jihatlar bor. Ya'ni o'zi munosabat qanaqa yo'lga qo'yiladi? Munosabat o'sha shartnomaviy munosabat bo'ladi. O'sha bitim ikki tomondan o'sha amaldagi fuqarolik kodeksiga asosan tuziladi. Va mana shu bitimni qonuniyligini isbotlab berishni ikki tomonning xohishi bo'lishi kerak. Demak, aytaylik, o'sha tovarni operatsiya, misol uchun bir tomon tovar yetkazib beradi, ikkinchi tomon pulini to'lab tovarni sotib oladi. Shunday holatda demak, NDS guvohnomasi aktiv bo'lishi kerak. Aktiv bo'lmasa, demak, shot faktura, elektron hisob varaq fakturani yozib bo'lmaydi. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda o'sha demak, tovarni korxonaga kirim qilinishi, ya'ni buxgalteriya hisobidan uni aks ettirilishi to'liq amalga oshirilishi lozim. Ya'ni bu tovar bo'ladigan bo'lsa, o'sha buxgalteriya hisobining 10-shotida yoki 28 yoki 29 qanaqa tovarligiga, nimaligiga qarab, siryo bo'ladimi, готовый produksiya bo'ladimi, shunga qarab buni demak o'sha kirimni to'g'rilab, hisob, buxgalteriya hisobini to'g'ri yuritish kerak. Ikkinchidan, endi soliq organi o'sha kameral soliq tekshiruvi natijasida o'sha talabnoma berib, buni bartaraf etish yoki asoslantirish hujjatini talab qilishyapti. O'sha bartaraf etish endi noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa bartaraf etadi. Endi bu to'g'ri deb hisoblaydigan bo'lsa, buni nima uchun bartaraf etish kerak? Qonuniy bitim bo'ladigan bo'lsa va demak o'sha shartnoma shartlarini, hamma shartlari bajarilgan bo'lsa, nima uchun buni bartaraf etish kerak? Yo'q, buni isbotlab berish kerak, shu to'g'riligini. Bu holatda nima qilish kerak? Demak, o'sha soliq organidan kelgan talabnomaga belgilangan muddatda asoslantiruvchi xat bilan javob yozib, ilova qilib, tegishli buxgalteriya hujjatlarini yozish kerak. Endi aksariyat holatlarda soliq organi tomonidan mana shu narsa inobatga olinmayapti. Ya'ni hali shubhali korxonalar bilan operatsiya amalga oshirgansiz degan ma'noda, demak, o'zlarida o'sha shubhali korxonalar ro'yxatini tuzib olishgan va shunga kirgan korxonalar bilan amalga oshirgansiz deb 3-shaxsni, ya'ni boshqa soliq to'lovchining soliq majburiyatini, demak, bu tadbirkorga, u bilan munosabatda bo'lgan tadbirkorga yuklashyapti. Bu juda ham noto'g'ri. Sababi o'sha korxona shubhali bo'lishi mumkin. Keyinchalik shubhali korxonalar ro'yxatiga kirgan bo'lishi mumkin yoki keyinchalik qanaqadir soliq majburiyatini bajarmasdan shubhali korxonalar ro'yxatiga kiritilgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan mana shu bitim amalga oshirilgan paytda u demak to'g'ri bo'lgan. Sababi o'sha ehtiyotkorlik chorasini tadbirkor ko'rgan. Shartnoma tuzishdan oldin o'sha NDS guvohnomasi aktivligini, uning o'sha soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tganligini, barcha choralarni ko'rgan bo'ladi. Endi bu holatda nima qilish kerak? Bu holatda
o'sha talabnomaga belgilangan muddatda javob yozish kerak, asoslab berish kerak. Soliq organi uni inobatga oladi yoki olmaydi, bu ikkinchi masala. Birinchi navbatda o'sha muddatida demak e'tiroz xatini berish kerak asoslab. Agar buni inobatga oladigan bo'lsa, bo'ldi, masala yopiladi, hech qanaqa muammo yo'q. Lekin soliq organi tomonidan bu demak e'tiroz asoslantiruvchi hujjatlar inobatga olinmaydigan bo'lsa, unda nima qilish kerak? Unda demak soliq organining mana shu soliq majburiyatini yuklash bo'yicha qabul qilinadigan qarori demak ma'muriy sud organlariga murojaat qilib, demak da'vo arizasi kiritiladi. Endi bugun kecha kunduzda kameral soliq tekshiruv natijasida qaror qabul qilinmaydi. Sizni bergan asoslantiruvchi hujjatlaringizdan norozi bo'ladigan bo'lsa, inobatga olmaydigan bo'lsa, keyingi etapi demak soliq auditiga da'vogar sifatida siz korxonangizni chiqazadi. Aytaylik, o'sha soliq auditi ham o'tkazildi, unda ham o'sha kelishdi soliq organi, hujjatlarni taqdim etdingiz, buxgalteriya birinchi birlamchi hujjatlarni. Ular shuni ko'rib inobatga olsa yaxshi. Lekin baribir inobatga olmaydigan holatlar ham uchrab turibdi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak o'sha soliq auditi natijasida qabul qilingan soliq organining qarorini ma'muriy sudga buni bekor qilish bo'yicha demak da'vo ariza kiritib, buni keyin sudda isbotlash kerak bo'ladi. Endi buni isbotlash yo'llari o'sha boshida aytganimdek o'sha shartnomadan boshlanadi. Shartnoma, keyin dovernost, keyin elektron hisob varaq fakturalar, keyin dalshe sintetiskiy uchet deyiladi, buxgalteriya hisobini sintetik hisobi. Demak o'sha buxgalteriya hisobini qaysi hisob varaqasiga kirim qilinganligini, оборотный saldo ведомостini hammasini nusxasini olib, demak sudda buni isbotlashga harakat qilish kerak bo'ladi. Bu mana juda ham ko'p bu to'g'risida keyslar. Mana oxirgi keysimizdan bittasi, demak o'sha bitta tadbirkorlik subyektini 5 milliard 700 million so'mlik NDS summasini zachotdan bekor qilib, shu summani to'lashga majbur qilishgan. Demak o'sha kameral natijasida biz unga ko'maklashdik, xat berdik, asoslantiruvchi hujjatlarni berdik, lekin inobatga olmadi. O'sha qaror qabul qilishdi. Keyin qarori demak o'sha ma'muriy sudga berib, sudda buni isbotlab, demak sud bizni da'vo arizamizni qanoatlantirdi. Ya'ni haqiqatda mana shu 3-shaxsni soliq majburiyatini bunga yuklash bo'yicha qabul qilingan qarorini demak bekor qildi. Bunday holatlar juda ham ko'p. O'shaning uchun avvalambor tadbirkor o'sha o'zining buxgalteriya hisobini, soliq hisobini to'g'ri yuritish kerak. Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishni o'rganish kerak. Shundagina demak bunday holatlarda, nizoli holatlarda demak buni sud orqali isbotlab berish mumkin bo'ladi.